Taylandning 5 o'xshamagan musofirlar lagerda turayotgan Uyg'urlarning murojaatnomasidan bu Uyg'urlarning 7 yildan buyon nachar sharoitlarda qanchalik ig'ir kunlarni beshidan kechirib kelayotganligidan boshqa ruhiy jihatdan cho'nqur iztirob chekib umidsizlikka patqanligi ma'lum bo'lgan edi. Uyg'ur musofirlari masalasiga izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan xalqaro kishilik huquq tashkilotlaridan biri Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo ishlari direktori Sofi Richardson xonim Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilganda mundaq dedi. Tashkilotimizning Tayland tarmog'ida maxsus mushu Uyg'ur musofirlar masalasi ustida xizmat qilayotgan 2 nafar xodimimiz bor. Ulardan 2 hafta avval Taylanddagi Uyg'urlarning vaziyatiga oid bir qism ijobiy ma'lumotlar topshirib olgan edi. Tayland bir tarafdan Xitoyning besimiga bo'y bermay, ularni Xitoyga qaytarmagan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan o'xshashli Amerikaning besimiga bo'y bermay, ularni erkinlik chiqarib ozod qilmay kelmoqda. Biz bo'lsak koronavirus sababli diqqat chechildigan bir vaziyatdan foydalanib, masalani boshqa yo'nalishga burash orqali ularga yordam qilish yo'llarini izlamoqda edik. Bu ish nega boradi aniq bilmayman dedi. Chet ellarda yashayotgan Uyg'ur san'atkorlari orasida peshqadam atoqliq san'atkor va naqshchi sifatida Uyg'ur elining ishchi sirtida tonilgan Oyturg'an Hasanova 2 mart kuni 87 yoshida hayot yo'lini oxirlashtirdi. Seg'indangmi qatorliq necha o'nlagan naqshlar bilan Uyg'ur xalqining yurkini chekkan O'zbekiston Jumhuriyatining xizmat ko'rsatgan artisti Oyturg'an Hasanovaning vafoti chet ellardagi bo'libmi O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi Uyg'urlarni motamga cho'mdirdi. Oyturg'an Hasanova 1933-yili G'oljida tug'ilgan bo'lib, madaniyat san'at sepidikilar bostirish va kurash nishoniga aylangan mezgillarda, ya'ni 1962-yili boshqa necha 10 minglagan Uyg'urlarga o'xshash vatanini tark etib Sovet ittifoqiga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 1970-yillarning oldi kaynida Oyturg'an Hasanova Toshkentda tashkillangan Uyg'ur muqom ansambliga taklif qilinib, Sovet ittifoqi Uyg'urlari ichidagi tonilgan muqomchilar bilan birlikda 12 muqomni aytish va plastinkaga elish ham ratlash xizmatlariga qatnashgan. Turkiya Qarabağ Universiteti Yengila klubi bilan Türkiye Yoshlar Vakfi birlikte uyushtirgan Sharq Turkiston Akademiyasi faoliyatining 3-haftasida Ankara Hoji Bayram Vali Universitetining o'qituvchisi professor Dr. Abdurashid Jelil Qarluq taklif bilan Sharq Turkistonning dini, iqtisodi va madaniyat hayoti haqida leksiya so'zladi. O Sharq Turkistonda 130 xildan ortiq qazilma boyligi borligini bildirib, bu Xitoydagi umumiy qazilma boyligining 83%ni tashkil qiladi. Mis zapas miqdori bekmol va nurg'un oltin konlar bor. Neft zapas miqdori 160 milliard tonna. Sharq Turkiston strategik va jug'rofiylik o'rni jihatdan dunyoda muhim bir o'rinda turadi dedi. U yana mundaq dedi. Sharq Turkistondagi yer osti va yer usti boyliqlari Xitoyning ishtihosini cho'ngaytgan asosli omillardan biridir. Bo'libmi 1990-yillardan buyon Xitoyning ko'chman siyosati, rayonni xitoylashtirish va nopus qurilmasini o'zgartirish o'rinlashtirishi natijasida Sharq Turkistonda turklar bog'ansiri chetga qilib, Xitoylar bog'ansiri beyidi. Urumchiga o'xshash sanoat va savdo shahrida nopusning 97%ni Xitoylar tashkil qilganligi ma'lum. Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş iş becirgüçisi Tedros Adhanom Xitoydan boshqa Yaponiya, Koreya, Italiya va Eronning koronavirusining tarqalish ahvoli eng og'ir davlatlar ekanligini bildirdi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının uçurlarına asoslanganda 62 davlatda taxminan 92 ming kishi koronavirusi bilan yuqumlangan. Dünyani ciddi holatga keltirgan koronavirusi bilan yuqumlanuvchilarning Xitoyda 80 mingdan ortiq, Koreyada 5186 nafar, Eronda 2336 nafar, Italiyada bo'lsa 2036 nafar ekanligi bildirildi. Dunyo miqyosida koronavirus sababli hayotidan ayrilganlar soni 3131 ga yetdi. Xitoydan qosil Eron va Italiyada o'lganlar eng ko'p. Yana bir tarafdan Amerikada yangi tipli koronavirus sababli hayotidan ayrilganlar soni 9 ga yetdi.
Shvetsariyaning Lozan shahrida o'tkazilgan Xalqaro Olimpik komiteti ijroiya komiteti yig'inidan keyin yozma bayonot e'lon qilgan ijroiya komiteti koronavirus hujumi sababli kechiktirilishi kun tartibga kelgan 2020 yillik olimpik musobaqasi haqida Dunyo sahiyat tashkilotining tavsiyalariga hurmat qiladiganligini bildirdi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusi sababli Iroq sharq boshchiligidagi nurg'un davlatlarda kollektiv tantarbiya faoliyatlari amaldan qoldirildi yoki kechiktirildi. Bu yil yozda o'tkaziladigan Tokio olimpik musobaqasining kelajagimi endish qo'zg'ashga boshladi. Yaponiya olimpik ministri Hashimoto tunigun e'lon qilgan bayonotida yangi tipli koronavirus sababli 2020 yillik Tokio olimpik musobaqasining yil oxiriga kechiktirilishi mumkinligini aytgan edi.